rivoyat borda. Bir ota o'g'lini oldiga kelib, qo'lini yelkasiga qo'yib, "O'g'lim, dunyoda kim zo'r?" desa, o'g'li "Men zo'r dada" debdi. Bola sal adashdi shekilli. "O'g'lim, dunyoda kim zo'r?" desa, ikkinchisiga o'g'li "Men zo'r dada" debdi. Sal ota xafa bo'lib, adashyapti, yoshlik qilyapti shekilli. Uchinchisiga ham bir so'rab ko'ray. "O'g'lim, dunyoda kim zo'r?" desa, uchinchisiga ham o'g'il "Dada, men zo'rman" debdi. Ota xafa bo'lib 3-4 qadam nariroqqa boribdi-da, "Bola yoshlik qildi deyman-da, shu oxirgi marta so'rab ko'ray. Bolam, so'nggi bora so'rayapman. Dunyoda kim zo'r?" desa, "Ota, dunyoda siz zo'rsiz." Ha, oldingda qo'lim yelkangga qo'yib 3 marta, 4 martalab so'radim. "Men zo'r deding-ku, nega unaqa deding?" desa, "Dada, sizning qo'lingiz men yelkamdaligida mendan zo'ri yo'q dunyoda. Ammo siz qo'lingizni tortganingizdagi keyin mendan ojiz yo'q va sizdan zo'ri yo'q. Akajon, bugun sizdan zo'r yo'q. Siz uchun atalgan qo'shiq. Marhamat. Guldiroz qarsiga chalib qo'yasizlar. Dada, sizga aytar gapim bor mening. Yuragim so'zlashga shoshyapti mana. Bugun hammasini oshkor aytaman. Eng zo'r insonim siz o'zingiz dada. O'rganaman sizdan aql va odobni. Dunyodan qimmatroq boylik bor menda. Allohga shukrlar, sizdek otani menga taklif bergan dada. Siz zo'rsiz dunyoda, siz zo'rsiz dada. Eng zo'r ota bordir, eng zo'r menda. Taqdirimga sizdek ota bitilgan. Boringizga shukr deyman dada. Siz zo'rsiz dunyoda, siz zo'rsiz dada. Eng zo'r ota bordir, eng zo'r menda. Taqdirimga sizdek ota bitilgan. Boringizga shukr deyman dada. Dada, sizga aytar gapim bor mening. Yuragim so'zlashga shoshyapti mana. Bugun hammasini oshkor aytaman. Eng zo'r insonim siz o'zingiz dada. O'rganaman sizdan aql va odobni. Dunyodan qimmatroq boylik bor menda. Allohga shukrlar, sizdek otani menga taklif bergan dada.